Moin meine Lieben, lange nicht gesehen. Bugun sizlar bilan ajoyib bitta tema haqida gaplashamiz. Xullas kalom, menga ko'pchilik yozishadi. Men o'sbilni o'qimoqchiman 2026-yilda, lekin qanaqa kasb bo'yicha o'sbilni o'qishni bilmayapman. Undan tashqari juda ham ko'p konsaltant aytayotganki, mana bu o'sbilni joyda 4 ta joy qolibdi yoki bitta joy qolibdi, вообще joy qolmagan degan qanaqa bo'ladi, lekin bilishmayapman. Qattan bilaman shunaqa joy haqiqatan qolganligi. Undan tashqari qaysi kasb menga plusroq, maslahat bering, qaysi o'sbilni qilgani menga afzalroq deyishadi. Va mana shu savollar ishoning chegarasi yo'q, to'xtamaydi menga kelishligi. Va shuning uchun ham men sizlarga bizateli mana shu temani ochib chiqdim va отдельный video tayyorladim. U videoda siz 2026-yilda hali bunaqa video chiqmagan ishoning, hech kim hali chiqarmagan. 2026-yilda eng top Ausbildung joylari. Undan tashqari necha yil davom etadi. Undan tashqari esa to'g'ridan-to'g'ri anaqa nima deydi? Necha pul to'lanishligi, undan tashqari esa aynan o'sha sohada Germaniya hududida nechta bo'sh ish o'rni qolgan, ya'ni qaysi kasbga ko'proq beverman jo'natsiz, ya'ni anaqa qabul qilinish muddati ko'proqligini bilib olasiz. Bu videoni siz olish uchun, ya'ni ko'rish uchun kommentariyada Ausbildung 2026 yoki da просто 2026 qoldirib qo'ying. Men sizlarga linkni jo'nataman va bemalol shu videoni ko'rib Ausbildungga registratsiya qilishni boshlaysizlar va kasblarni bemalol tanlay olasizlar. Tschüss.